Ko'pchilikning talabiga binoan ushbu videoda qanday qilib phishing usuli yordamida Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar hisoblarini qo'lga kiritishni ko'rsataman. Buni tushunganingizdan keyin siz ham qanchalik xavf ostida ekanligingizni anglaysiz. Max Fisher bu juda qudratli vosita bo'lib, foydalanuvchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi hisob ma'lumotlarini manipulyatsiya orqali qo'lga kiritish uchun ishlatiladi. Ushbu dastur foydalanuvchiga sezdirmasdan ularning login va parollarini olish uchun imkon beradi. Bu qanday ishlaydi deysizmi? Keling, buni jarayonda quyidagicha ko'rib chiqamiz. Google yoki boshqa qidiruv tizimiga Max Fisher deb yozing. Bu vositaning GitHub reposiga kirib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Dastur haqida to'liq ma'lumot va imkoniyatlari, shuningdek qaysi platformalarda ishlashi haqida to'liq ma'lumot bor. GitHub sahifasidan dasturni yuklab olamiz va zaruriy ta'minotlarni o'rnatamiz. Yuklangan papkaga kirganimizdan keyin Python orqali bu dasturni ishga tushiramiz. Max Fisher interfeysi orqali Instagram bo'limini tanlaysiz. Bu sizga maxsus link yaratib beradi. Ushbu linkni maqsadli qurilmaga, ya'ni target device ga yuboring. Foydalanuvchi linkni bosgach, u Instagram sahifasiga o'xshash phishing sahifani ko'radi va o'z login ma'lumotlarini kiritadi. Siz esa orqa fonda ularning parollarini qo'lga kiritasiz. Shu usulda siz nafaqat Instagram, balki boshqa ijtimoiy tarmoqlar hisoblarini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Ogohlantirish: har doim begona linklardan ehtiyot bo'ling. Internetda qiziqish yoki beparvolik sizga zarar yetkazishi mumkin.